Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Hozir sizlar bilan eng oxirgi yangilanishlar asosida 2025-yilda YouTube kanalimizni monetizatsiyaga ariza topshirishni o'rganamiz. Bilasizki, monetizatsiyaga ariza topshirish uchun bizda 4000 soat tomosha vaqti yoki bo'lmasam 3 oy ichida 10 million shorts tomoshasi bo'lishi kerak. Ana o'shanda biz kanalimizni arizaga topshirsak bo'ladi. Hozir sizlar bilan ariza topshirishni o'rganamiz. Bundan avval albatta kanalimizga, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishni unutmang. Biz bu yerda bir nechta sovrinlarni sizga bepul beramiz. Hozir bizda 10 kishi g'olibga aylandi. Siz ham bular qatorida bo'lishingiz mumkin. Ko'pgina sovrinlarni bepul yutib olishingiz mumkin. Unda biz videoni boshlaymiz azizlar. Mana ko'rishingiz mumkin, biz YouTube studiyoga kirdik va bizda 1500 obunachi bor. Bizda yetadi va tomosha vaqti ham bizga yetib kelgan. Monetizatsiya bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizda ariza berish mumkin. Tomoshalar yig'ildi va biz kanalimizga ariza tashlashimiz mumkin. Hozir sizlar bilan bosqichma-bosqich ko'rib o'tamiz. Bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Monetizatsiyaga ariza topshirishdan oldin videolaringizni birma-bir tekshirib chiqing. Sababi ba'zi videolar monetizatsiya qoidalariga tushmasligi mumkin. Birovning videosini to'g'ridan-to'g'ri ishlatish, mualliflik huquqi tushadigan musiqalarni ishlatish va bir nechta mezonlarga tushmaydigan video va musiqalarni ishlatmaslikni maslahat beramiz. Bular monetizatsiyaga pul ishlash tizimiga ulashga to'sqinlik qiladi. Hammasini bajarib bo'lganingizdan so'ng ariza topshirsangiz bo'ladi. Ariza berish tugmasini bosamiz va biz ariza berishni boshlashimiz mumkin. Bizda mana shunaqa oyna ochildi. Endi biz boshlash degan tugmani bosamiz va biz ariza tashlashni boshlashimiz mumkin. Bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Pastroqqa tushiramiz. Eng oxirga tushiramiz. Asosiy shartlarni qabul qilaman va qabul qilish degan tugmani bosamiz. Va bizda ko'ryapmiz, yana yangi oyna ochiladi. Mana ko'rdingiz, qabul qilish tugmasini bosdim va bizda birinchisi o'tib ketdi. Mana true tugmasi chiqdi. Mana ko'ryapsiz, bizda birinchisi qabul qilindi. Endi ko'pchilikda muammo bo'ladigan narsa AdSense ni sozlashni o'rganamiz. Sizlarda ham muammo bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga yozishingiz mumkin. Kommentariyada linklarni qoldiraman. Bizga o'tishingiz mumkin. Albatta arzon narxlarda kanalingizni monetizatsiyaga pul ishlash tizimiga ulab beramiz. Va biz boshlash tugmasini bosamiz va biz yangidan AdSense yaratishni ko'ramiz. Yo'q, hisob yaratishim kerak degan tugmani bosib, hozir sizlarga AdSense yaratishni ko'rsatib o'taman. Yo'q, hisob yaratishim kerak. Keyingisini bosamiz va bizda mana shunaqa Google da oyna ochiladi. Va biz o'zimizni Gmail akkauntimizni tanlashimiz kerak. E'tibor bering, Gmail akkauntingiz yosh belgilaydigan joyi bo'ladi. Yoshi 18 yoshdan katta qilib belgilangan bo'lishi kerak. Agar sizning Gmail akkauntingiz 18 yoshdan kichik bo'lgan bo'lsa, ariza berishingiz taqiqlangan. Ana shunaqa bo'lishi kerak va bundan tashqari ariza berish uchun sizning Gmail akkauntingizga nomer tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ana shu ikkita narsa bo'lsa, o'shandagina siz AdSense ni kiritsangiz bo'ladi. Va biz ana shunaqa mezonlarga javob beradigan akkauntni tanlab olamiz. Va bizda ko'ryapmiz, mana shunaqa oyna ochiladi. Va biz strana или territoriya degan joyiga biz O'zbekiston kiritamiz. O'zbekiston qayerga ketdi? Mana biz birinchisiga O'zbekiston tanlab oldik va pastga tushiramiz. Ya принимаю degan tugmani bosib qo'yamiz va настроить аккаунт. Shu tugmani bosib, endi biz AdSense'imizni asosiy to'ldiradigan joyiga kelamiz. Va bizda mana shunaqa AdSense to'ldiradigan varoq kelib chiqadi. Mana men hozir AdSense varaqasini to'ldirib qo'ydim. Xuddi mana shunaqa tarzda AdSense varaqamizni to'ldiramiz. Birinchisida yozilyapti imya degan joyiga ism, familiya, otchествоmizni kiritamiz. To'liq holda kiritamiz. Keyingisida undan pastki qismda turgan joyiga mahallamiz nomini yozamiz. Go'zal MFI deb yozildi. Mana shunaqa mahalla fuqarolar yig'ini deb yoziladi. Keyin navbatda undan pastiga ko'chasi, uy raqami va xonadonimizning raqamini kiritamiz. Shundan so'ng indeks degan joy chiqadi. Bu joyga siz shaharingizdagi pochtaga borasiz va pochta indeks raqamini ko'rib, mana shu joyga kiritishingiz kerak bo'ladi. Keyingi pastki qismiga turadigan shaharingiz yoki tumaningizni yozasiz. Undan pastki qismiga viloyatni belgilab qo'yishingiz kerak.
va eng pastki qismida telefon raqamini kiritamiz va отправить degan tugmani bosishimiz kerak va bizda Google AdSense'imiz tayyor holatga keladi. Buni javobi esa 2 kundan keyin yoki bo'lmasa 1 yoki 2 kundan keyin javobi keladi. Va biz отправить degan tugmani bosamiz va mana bizda bajarilmoqda degan tugma chiqdi va bizda 2-3 kunda xudo xolasa javobi keladi. Undan so'ng tekshiruvga beriladi va kanalingiz xudo xolasa monetizatsiyaga ulanadi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar.